Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Seyyidina ve habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve ta'alaga çeksiz hamdu sana ve süyümlük peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge pak durud salam yollagan dekin. Dünyanın her qaysı yerlerdeki qeyrindaşlar, hammanglarga Allah'ның güzel salami. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu diyen bu güzel salam bilen salamlaymiz. Şundaqla bugünkü programımızda yana qeyrindaşımız Ustaz Muhammed Yusuf'ның Farzandlarimizni qandaq tarbiyalaymiz mavzuluq kitabını o'qishni diqqatinglarga sunishni davomlashtiramiz. Aldı bilan alemlerning Rabbi Allah subhanahu ve ta'alaga cheksiz hamdu sana ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge pak durud salamlarimizni yo'llagan ekan, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarımizga Allah'ның, İslamның salomı bo'lsin. Qadrli qarindoshlar, bugun inshaalloh İslami eserler nashriyat tarafidan nashr qilingan Ustaz Muhammed Yusuf'ninki Farzandlarimizni qandaq tarbiyalaymiz mavzuluq kitabini diqqatinglarga sunishga boshlaymiz. Mikrofon oldida qarindoshinglar Abdullah Yalqun. Abdurning beg'ishlamasi. Bu asarni o'zlarining yurak paralari bo'lgan qimmatli farzandlarini yaramliq odam qilib tarbiyalab chiqish yo'lida jon ko'ydirayotgan har bir Uyg'ur oilasiga chunqur ehtirom bilan beg'ishlayman. Rabbimiz Allah subhanahu ve ta'ala Sura Furqonning 74-oyatida shunday deydi: "Vallazina yaquluna robbana hab lana min azwajina ve zurriyyatina qurrata a'yun vej'alna lil muttaqina imama." Ey Rabbimiz, bizga ayollarimiz ve avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning peshvosi qilgin. Kitapның muqaddimasi. Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtashlar ve en isil medhiyeler alemlerinin Rabbi Allah Teala'ga xasdır. Allah Teala'nı chin qalbimdan medhiyelayman. Onunğa hamdu sana aytaman ve şükür qilaman. Haq dinni bizlerge yetkizgen süyümlük peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge durud, dua ve salam yollayman. Onun aile tavabiatlarına, sahabelerge ve ta qiyomatgacha uning yo'lida mangan musulmon qarindoshlarga baxt saodat tilayman. Farzand Alloh taolaning cho'ng omonati va katta ne'matidir. Har qanday ota-ona farzandlarini iymonliq va axloqliq qilib tarbiyalab chiqishga mas'ul. Aksicha bo'lganda ular farzandlarining oqibatiga javobgardir. Shubhisizki, hayotda ota-onaning farzandlari uchun qiladigan eng cho'ng sovg'asi va hayotidan kiyimni qoldiradigan eng qimmatli merosi farzandlarini qalb rishtisi Allah Taalaga tutashgan, diyonatlik qilib tarbiyalab chiqishdan iboratdir. Ba'zi kishilar farzandlarining keyinchi yo'qsullik tortib qilishidan ansirab, ularga ko'p mol dunyo, uy imorat va yoki yer zamin qoldirib ketishga oldiraydi. Ammo ular haqiqiy yo'qsullik iymon va axloqdan nisivisiz qilish ekanligini o'ylamaydi. Amaliyotda iymon va axloqning yo'qsulligi dünyadaki cimi yoxsulluqlarının ən yamanidir. Yani bazı kişiler farzandlarga ən avval sadiq iman, güzel əxlaq, yaxşı əməldən ibarət mənevi baylıq qaldırışını əvzəl bilidir. Şu eniq ki, bəxt saadet degan pul malının köplüki bilən, yoki çoğ mənsəblərə eriş bilən, yoki xalq içində obro'y qazanış bilən bo'lmaydi. Çünki bularning hammasi vaqtliq mənfəətlər bo'lib, bugun bar əhdi yoxdur. Amma iman ve axloq boyligi farzandlarni dunyo va oxiratda baxtga erishtirishga kapolat qila oladigan haqiqiy boylik bo'lib, moddiy jihatdagi yo'qsulliklarning hammasining o'rnini to'ldirib ketalaydi. Farzand tarbiyasi haqida xalqimizga yaxshiroq bir narsa sunish umidi bilan ko'p izdandim. Islomdagi farzand tarbiyasi haqida yozilgan arabcha kitoblardan anglagan ko'rganlarimning hammasini varaqlab chiqdim. Ko'pinchilarini qayta o'qib chiqdim. Ammo bu kitoblar to'liq abdurlar yashayotgan jamiyatning ahvolini aks ettirgan va shu jamiyatdagi axloqiy mushkulotlarni hal qilishga qaratilgan. Mening xiyolimdagi farzand tarbiyasining asosli prinsiplari sababidan yuqorqi kitoblardan birarsini Uyg'ur tiliga tarjima qilishni xohlamadim. Chunki bu kitoblarni yetarsiz ko'rdim. Chet ellarda Uyg'ur tiliga tarjima qilingan ba'zi islomiy asarlarni
Hatto ona vatanda nashr qilingan axloq va tarbiyaga doir asarlarni o'qib chiqdim. Ammo hech biridan qanoat hosil qila olmadim. Chunki bu asarlarning hammasida degudek tarbiya to'g'riliq asosli nazariyalar va nasihatlar o'ttirg'i qo'yilgan bo'lsa-mu, tarbiyaning bosqichlari, usul va choralaridan so'z echilmaganning ustiga xalqimizning e'tiqodiga, turmush saviyasiga va hozirgi sharoitiga uyg'un shaklda taklif va fikrlarimi o'ttirg'i qo'yilmagan. Shuning bilan o'zimning islom tarbiyasi haqida qo'lga keltirgan uzun yillik hasilatlarimni va yengida o'qib o'rganganlarimni to'plab, tarbiya mavzusidagi barcha bo'shliqlarni to'ldira oladigan tushunishlik va ommabop biror asarni o'ttirg'i chiqarishga jiddiy kirishdim. Alloh taolaning inoyati bilan bu murodimni amalga oshdi. Bu kitobni yozib chiqishda islom dunyosidagi eng nufuzli asarlar va materiallardan foydalandim. Kitobimga islom dunyosidagi tarbiya mutaxassislarining hamma e'tirof qilgan fikr qarashlarini va musulmon ulamolar o'ttirisida birlikka kelingan tarbiya usullarini tanlab oldim. Janobi Alloh taolaning bu oddiy amgakimni qabul qilishini va bu amalni musulmon xalqim uchun manfaatlik ilmlar qatoridan o'rin oldirishini so'rayman. Bu asar 2013-yili Beyrutda besilgan nusxasiga asosan nashrga tayyorlandi. Muhammad Yusuf Hijriya 1435-yili Muharram oyining 12-kuni. Miladiya 2013-yili 15-noyabr Juma. Abdur haqida. Muhammad Yusuf 1968-yili Xotan viloyatida dunyoga kelgan. U tuluqsiz o'tirni puturibla qorilikqa kirishgan bo'lib, kichik yoshida Qur'oni Karimni yodlab bo'lgan. 1984-yili Nahiylik cho'ng jamida tunji xatmini o'qiganda kishilarning zo'qini qo'zg'agan. 1984 va 85-yillar orasida Yushrun madrasada arab tili o'rganishga boshlab, dastlabki savodini chiqargandan keyin 1986-yili 6-oyda chet elda ilm tahsil qilish maqsadi bilan vatandan ayrilgan va shu yili haj faoliyatini oxirlashtirib bo'lib Misrga o'qishga ketgan. 1986-yili 9-oyda Misr Azhar bilimgohining tayyorlik sinfiga o'qishga kirib, shu yilning oxiri to'liq o'ttirg'i imtihon berib o'tgan. To'liqning 1 va 2-yilligini o'qib bo'lib, musobaqa orqali 4-yillikka otlagan. Shunda qilib 4 yillik to'liq o'ttirini 3 yilda bitirgan. 1989-yili Azhar universitetining shariat va qonun fakultetiga qabul qilinib, 1993-yili tamomlagan. 1993-yilning oxiridan 95-yilning 5-gacha Turkiyaning Istanbul shahridagi Üsküdar rayonlik Qur'on yodlash madrasasida arab tili va qiroatdan dars bergan. 1995-yildan 2001-yilgacha Qozog'istonning Olmuta shahridagi Qozoq-Turk institutida arab tilidan muallim bo'lib ishlagan. Bu jarayonda Qozog'istonning Cumhuriyetlik gazetlaridan Uyg'ur ovozi va Yangi hayot gazetlarida diniy va ijtimoiy masalalar haqida nurg'un maqola yozib e'lon qilgan. 2001-yildan beri Saudiya Arabiston radiosining Uyg'ur bo'limida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlab kelmoqda. Muhammad Yusufning fikr qarashi. Muhammad Yusuf diniy jihatda o'ttir hollikni asos qilgan ilg'or fikr qarashga ega bo'lib, radikallikdan va cheklik muhit ta'siridan albatta yiroqdir. Tenimsiz izlanish ruhiga ega Muhammad Yusuf hozirgacha 20 parchadan ortiq asar yozganning sirtida arab tilidan Uyg'ur tiliga 10 parchadan ortiq kitob tarjima qilgan hamda har qaysi torbatlarida 100 parchadan ko'proq maqola e'lon qilgan. Hozirgacha uning asarlari vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarning qizg'in olqishiga erishib kelmoqda. Muhammad Yusufning nashr qilinib bo'lgan asarlari. Birinchi Islomdagi oila tuzumi. Birinchi nashri 1996-yili, ikkinchi nashri 2002-yili Istanbulda, uchinchi nashri 2010-yili Beyrutda nashr qilingan. Ikkinchi Islom aqidalari. Birinchi nashri 1997-yili Uyg'ur Slavyan yezig'ida Olmutada. Ikkinchi nashri 1998-yili Qashqarda. Uchinchi nashri 2003-yili Qozoq tilida Olmutada. To'rtinchi nashri 2004-yili Istanbulda. Beshinchi nashri 2005-yili Uyg'ur Slavyan yezig'ida Olmutada. Oltinchi nashri 2006-yili Qozoq tilida Olmutada. 7, 8 va 9 nashrlari 2008, 2009 va 2010-yillari Olmutada orqa-orqadan Uyg'ur Slavyan yezig'ida nashr qilingan. 3-namoz va uning qoida tartiblari. Birinchi nashri 1998-yili Uyg'ur Slavyan va arab yeziqlarida Olmutada. Ikkinchi nashri 2007-yili Istanbulda. Uchinchi nashri 2008-yili, to'rtinchi nashri 2012-yili Beyrutda nashr qilingan. 4-namoz haqida savod.
Birinci nəşri 1998 yılı, ikinci nəşri 2006 yıl, üçüncü nəşri 2008 yılı, dördüncü nəşri 2009 yılı, 5. nəşri 2010 yılı Uyghur Slavyan yazıqıda Almutada. 6. nəşri Rus tilida 2013 yılı Almutada besilgan. 5. Rozi ve onun ahkamları. 1. nəşri 1999 yılı Arab ve Slavyan yazıqlarida Almutada. 2004 yılı 2. nəşri İstanbul'da besilgan. 6. dinimizin saplıqını qoğdaylı. Yeni Hayat ve Uyghur Avazi gazetlerinde e'lon qilingan maqolalarning toplumi. 1. nəşri 99 yılı, 2. nəşri 2005 yılı İstanbul'da nəşr qilingan. 7. Zakat kitabı. 1. nəşri 2003 yılı İstanbul'da nəşr qilingan. 8. Dua ve onun faziletleri. 1. nəşri 2004 yılı İstanbul'da nəşr qilingan. 9. İlahi Qur'an. 1. nəşri 2005 yılı, 2. nəşri 2006 yılı, 3. nəşri 2010 yılı İstanbul'da. 4. nəşri 2012 yılı Beyrut'ta nəşr qilingan. 10. G'arb madaniyati ve biz 2004 yılı İstanbul'da nəşr qilingan. 11. Hac ve ömrü qo'llanmasi 1. nəşri 2005 yılı İstanbul'da, 2. nəşri 2007 yılı Riyad, 3. nəşri 2009 yılı Uyghur Slavyan yazıqıda Almutada. 4. nəşri 2011 yılı Mekke'de nəşr qilingan. 12. İslamdaki haram ve çeklengen işler 1. nəşri 2009 yılı Uyghur Arab yazıqıda İstanbul'da. 2. nəşri 2010 yılı Slavyan yazıqıda Almutada nəşr qilingan. 13. Beş Periz ve İslamdaki aile tüzümü 6 kitapның toplumu bulup 2009 yılı Beyrut'ta nəşr qilingan. 14. Ösmirler üçün dini savat 1. nəşri 2009 yılı Beyrut'ta qattiq muqavilik qilib besilgan. Qısqartılgan 2. ve 3. nəşrləri 2012 yılı Beyrut'ta ve İstanbul'da. 4. nəşri 2013 yılı Uyghur Slavyan yazıqıda Almutada. 5. nəşri 2013 yılı Mekke'de nəşr qilingan. 15. Din ve Hayat 1600 sualga cevap. 2009 yılı Beyrut'ta nəşr qilingan. Keyinchi tuluqlanıp Din ve Hayat 2000 sualga cevap degan isim bilan 2. nəşri 2010 yıl, 3. nəşri 2011 yıl Beyrut'ta. 3. nəşrinin Uyghur Slavyan yazıqidagi nusxasi 2013 yılı Almutada. 4. nəşri 2013 yılı Beyrut'ta. 6. nəşri yana Slavyan yazıqidagi Uyghur tilida 2013 yılı Almutada nəşr qilingan. 16. İslam axloqi 1. nəşri 2010 yılı Beyrut'ta. 2. nəşri 2013 yılı yana Beyrut'ta. 3. nəşrinin Uyghur Slavyan yazıqidagi nusxasi 2013 yılı Almutada nəşr qilingan. 17. Bedel hac ticaretinin haramlıqı haqqidagi ochiq so'z 1. nəşri 2012 yılı Beyrut'ta, 2. nəşri 2013 yılı Mekke'de nəşr qilingan. 18. Farzandlarimizni qandaq tarbiyalaymiz 1. nəşri 2013 yılı Beyrut'ta nəşr qilingan. Nəşr qilinish oldida turayotgan asarlari 1. Qur'on o'qish qoidalari, 2. G'urbatdagi yoshlik she'rlar to'plami, 3. Yurak siri she'rlar to'plami, 4. Mana bu İslam, 5. Qur'oni Kerim bizning nijot yo'limiz, 6. Peygamberimizin ulug' maqomini qo'g'dayli maqolalar to'plami, arab tilidan uyg'ur tiliga tarjima qilgan asarlari, At-Tafsirul Vodih ro'shan tafsir, Abduri Doktor Mahmud Hijozi, 2. Al-Adyan fil Qur'on Qur'ondagi dillar, Abduri Doktor Mahmud Sharif, 3. Muxtasar Kitab İzharul Haq haqiqatning e'loni, Abduri Allama Rahmatullah Hindi, 4. Kitabut Tevhid Tevhid kitabi, Abduri Muhammad ibn Salih al-Fawzan, 5. Al-Aqidatus Sahiha to'g'ri aqida, Abduri Saudiya Arabistonning sobiq muftisi Allama ibn Baz, 6. Sharh Usulul Iman iymon asoslarining sharhi, Abduri Muhammad Salih al-Musaymin, 7. Manhaju Ahli Sunna vel Jamaa ahli sunniylarning yo'li, Abduri Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab, 8. An-Nasraniyatu fil asli vel vaqi Hristiyan dinining asli ve buguni, Abduri Allama Muhammad Abdullah Sahm, 9. Sifatu Salatin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselamның namoz o'qish kayfiyati, Abduri Muhammad ibn Nasiruddin Albani, 10. Al-Wasailul Mufida lil Hayati Tayyiba Allama Abdurrahman Nasir al-Saadi, 11. Ad-Durusul Muhimma li ammatil ummah Müslümanlarga muhim ta'limotlar, Abduri ibn Baz, 12. Namozda xushuning 33 sababi, Abduri Muhammad Salih al-Munajjid. Hörmətli qarindoshlar, shuna qilib farzandlarimizni qandoq tarbiyalaymiz mavzuliq kitobning 1. sonini mushu yerda oxirlashtiramiz. Bugun kitobning muqaddimasi Abdur haqida, shundaqla uning asarlari haqida to'xtalgan bo'ldik. Inshaalloh
yana bir qatimliq sonimizda 2 sondan boshlab kitobning 1-bobidan boshlab anglitishga boshlaymiz. Yana bir qatimliq programmamizda ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Ijobatli duolaringlarda duo qilishinglarni umid qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.